Xonadon xarid qilmoqchi bo'lganlar uchun o'sha Instagramda chiqib ketgan uyimizni obzor qilib beramiz. Bu bizning glavniy eshigimiz bo'ladi. Damofollarga chiqib qo'yilgan, e'tibor bersanglar bo'ladi. Bizning bu yoqda kir mashinalarimiz kutib oladi. Siz uyimizni ko'rib turing, video obzorini to'liq qilib joylayman men buni. Bizning aniq robot plisoslarimiz bo'ladi. Bu yoqda bizning o'ng tarafda birinchi bo'lib kutib olgan xona bu gastoy sanuzel bo'ladi. E'tibor bersanglar bo'ladi. Bu xonamizga o'tamiz. Bu xonamiz bizning shunaqa master spalnimiz bo'ladi. Videoga bitta e'tibor bering. Remontlarni shunaqa chiroyli qilib qo'ygan. Har bitta narsani chotkalardan qo'yib, kanalimizga bitta like bosib qo'yinglar, yoqayotgan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa zo'r kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun bizlarni kuzatib turish uchun obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Endi bu yoqda men sizlarga oddiy obzor qilib beryapman. Chiroyli obzor qilgandan ko'ra tushunarli obzor qilib berganim menimcha ma'qulroq. Bu yoqda shunaqa uzuq qo'yib qo'yishganmi, soatlaringiz bo'lsa qo'yib qo'yishganmi, xohlasangiz sev sifatida foydalanishganmi, shunaqa ajoyib sharoitlar qilib qo'ygan. E'tibor bersanglar bo'ladi. Yopib qo'yamiz buni. Bu yoqqa kelgan bo'lsak, shkaflarni o'ziga alohida mehr berganda bular. Ko'rasizlarmi? Yoki oyoq kiyimlarni taxlab qo'yasizlar. Xudosi chiroyli bo'lib turadi. Sanuzelimizga kirib ko'ramiz. Sanuzelimiz ham shunaqa dush variantida qilingan, unitazlar qo'yilgan, oynalari. Xonadonimiz yop-yorug', e'tibor beringlar. Mana detskiy xonasini ko'rsatam qalasizlarga. Detskiy xonasini ko'ramiz. Mamalar ham bunda olib bolalar o'ynab, yorug' qilib, mazza qilib yashaysizlar, xudo xolasa inshaalloh kimga nasib qilgan bo'lsa. Dars tayyorlashlar uchun, kompyuterlar uchun joylar qilingan. Bu yoqda USB Type-C portlar qoldirilgan. E'tibor beringlar. Shunaqa dekorativniy narsalarni chiroylilardan qo'yib qo'ygan, radiatorlarni yengilchasidan qo'yib qo'ygan. Undan tashqari butun uyimiz to'pli pol. Bu yoqda shkaflar, kiyim-kechaklarni qo'yib qo'ysanglar ham bu yoqda siqilib qolmaysizlar. Kiyimlarni qayerga sig'diraman degan narsa sizlardan umuman o'tmaydi. Koridor qismimizni ham ko'ryapsizlar. Mehnatimizni qadrlagan holatda videoga bitta like bosib qo'yinglar. Kirishimiz bilan shu chap tarafda bizning bitta oynamiz bo'ladi. Bu yoqda bizning yana bitta dush variantidagi sanuzelimiz bo'ladi. Bu yoqda shkaflar qo'yilgan. Bu yoqda shunaqa spalnimiz. Spalnimizni ham chetlariga svetlar qo'yib qo'yib, yorug' qilib qo'ygan. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, bu yoq qismimiz bizning shunaqa studiya variantidagi zal qismimiz bo'ladi. Videoda qaranglar, chiroyliligini. Bu yoqda alohida mebelni TV zona, bu yoqda oilaviy o'tirish uchun zona, bu yoqda beprovodnoylariga chiqib qo'yilgan. Bitta e'tibor bering. Rezet kerak bo'lsa, kuxnyamizda nimadir ishlatadigan bo'lsanglar, bemalol qiynalmaysizlar. Yana bitta pluslardan bittasi xolodilniklar. Bu yoqda ham bitta xolodilniklarimiz bor. Brendlarga e'tibor beringlar. Hammasi Hoffman brendida ishlatilgan. Hoffman brendida. Mana buni ham magnitligiga chiqib qo'yibdi. Shunaqa diz bilan ishlatilgan. Xonadonimizni ko'ryapsizlar. Xonadonimizning lokatsiyasiga kelgan bo'lsak, lokatsiyasi masalaga endi yaxshi tushuntirish uchun bitta balkonga chiqib ko'rsataman. Yakkasaroy, Nukus ko'cha, bu yo'q, tekstilniy most bo'ladi. Piramid Tower shunda oldida joylashgan xonadonimiz. Bu yerda yana bitta balkonimiz bor. Hozir bizda bu yerga syomishni komandamiz bilan kelib, syomka qilib YouTube'ga ham kontent qilib qo'yamiz. Обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Xonadonimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlar bilan Sardor bo'ldi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Telegram kanallarimizni ham belgilab qo'yamiz. Bundan ham ko'p variantlar bo'ladi. Kimga qanaqadir uy kerak bo'lsa Toshkentdan bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga ideal uylar qilib beramiz.